Assalomu alaykum akalar, ishlaringlar zo'rmi emas, chigi-chigimi? Bugun videomizda Blue Strike o'yini biladiganlar bo'lsa ko'rishingiz mumkin. Bu videoda o'z nastroykalarni Alo, biratam. ko'rsataman. Alo, eshityapsizmi? Alo. İşleyapti. O sizga ham zo'r kelyapti. Ovozim boryaptimi? Ha. Ha, bo'ldi. Yaxshi kelyaptimi? Ha. Bo'ldi, tushunarli. Endi hozir sizlarga bitta nastroykalarni ko'rsataman. Mana shu yerda mana bu upravlение degan joyda bitta har xillar bor. Mana bu yerda PUBG nastroykasi bor, Abishni uzun nastroykasi, Fitfildiki ham bor. Boshqalar hammasi bor. Keyin чувствительный mana shunaqa qilasizlar, mana bularni. Ko'ringlar, mana чувствительныйлari mana. Mana bu mana shular чувствительный, mana bularni qilib olasizlar. Undan keyin звук grafikaga kirib, mana bularni agar ultraga qo'yib qo'yasizlar, keyin mana bu narsa sizlarda 80 turadi, adashmasam. Mana shu 80 lar turadi. Yangi kirganlarda buni 120 qilasizlar, bu uzoqroqqa sirpanadi. Tak mana buni o'rtaga qo'yamiz. Bu yoqqa ham emas, faqat o'rtaga. Mana shunaqa nastroykalar mana. Keyin bu yerda mana звук bor. Звукda hammasi shunaqa turadi, faqat muzikani o'chirib qo'ysanglar bo'ladi, yoqmasa. Keyin чувствительный giroskop bor. Uni visagida выключить deb qo'yasizlar akalar. Yoki o'rtaga qo'yinglar, yoki mana shu visagida выключить yaxshiroq. Men mana bu yerdagi bir ikkita mashinalarni sal-sal tushirib, buni qilib qo'yasizlar. Mana shunaqa qilib mashinalar bo'ladi. Mana shunaqa qilib qo'yasizlar. Mana shunaqa nastroykalar, agar kimgadir qiziq bo'lsa, kimdir o'ynasa mana shu o'yinni qilsa bo'ladi. Endi sizlarga bitta o'yinni o'zini ham ko'rsatamiz, qanaqa o'ynash kerak. Bundan keyin sirpanib turib sakrashsalaring ham yaxshiroq bo'ladi. Bu o'yin Warzone'ga o'xshab chiqarilgan, ya'ni Call of Duty Warzone'ga. Faqat farqi Call of Duty Warzone'da mana shunaqa sirpanib sakrash kerak-da, birdan. Shunday sirpanasizlar, sakraysizlar, shunaqa o'ynasa yaxshiroq bo'ladi. Qochib o'ynasanglar, o'q uncha tegmaydi. Keyin Call of Duty Warzone'ga o'xshaydi, faqat Call of Duty Warzone'dan farqi bu o'yinda sirpanib turib sakrasa ham bo'ladi, mana shunaqa qilib. Sakrayaptilar-ku, shunaqa qilib sakrasa bo'ladi. Bu o'yin grafikalar yaxshi ancha, qiziqib o'ynab ko'rishinglar mumkin, kirib. Hozir sizlarga mana shunaqa qilib sakrab bunaqa qilsanglar, mana hozir mana shunday sirpanib sakraysizlar. Shunday sirpanib sakraverasizlar. Hop. Sirpanib o'ynash kerak. Lobby ham mana tugab qoldi. Hozir sizlarga bitta o'yin o'ynab ko'rsataman. O'yin nomini match taylaymiz. Ko'rasizlar grafikalarni, boshqalarini. O'yinning nomi Blue Strike, ya'ni qonli otishmami shunaqa. Qonli otishma degani adashmasam. Tarjimasi Blue Strike bo'ladi. App Store, Play Marketlarda bor akalar. Mana shu o'yincha, lekin zo'r menga yoqdi ancha. Jordan degan mana shu o'yinchi anchadan beri o'ynaydi, ancha tajribasi katta o'yinchi. Hozir match tashladik, ozroq vaqtdan keyin boshlanadi.
Mana shunaqa shunday sirpanasizlar, sakraysizlar. Sirpanib, sakrab o'ynayverasizlar. Mana shunaqa grafikalari ham normalniy. Bunda akalar keyin cho'tlab otsanglar zo'rroq tegadi. Mana pretselga olib. Agar faqat o'zida otsanglar uncha zo'r tegmaydi. Faqat cho'tlab otish kerak. Opa. Keyin akalar bitta narsa aytib o'taman. Turnir qilyapmiz PUBG'da 25-fevralda. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, kimdir qatnashmoqchi bo'lsa, kiringlar. 180 UC yutgan odamga beriladi. Voy onayni. Olov tayilibdi-da akalar. Olovni bosib o'pman. Shaklab yutgan odamga 180 UC qatnashish uchun mana shu pastda Shayx kanaliga Blood Strike Blood Ehud Blue kanali bor. Bloodmi? Ehud Blood. O'sha kanalga qarshi ikkisiga obuna bo'lib qo'yasizlar. Shayx kanalda anov bo'ladi, stream bo'ladi. Shu streamda ko'rsanglar bo'ladi. O'sha ID'larini shaqtaylaymiz lobbini, kirib qatnashib, yutsanglar polni tashlab beramiz 180 UC akkauntlaringga. Shunaqa gaplar, kirib qatnashinglar. Jigar turg'izib yuboring. Apasi jilli bo'lib qoldim. Buni arojalari ham lekin juda zo'r, chunki arojalar mukammal ishlangan pashti. Masalan, PUBG Free Fire'ga o'xshaganda ancha mukammalroq arojalari. Ko'rdinglarmi? Cho'tlab uryapti-da. Cho'tlab ursa zo'r uradi. Cho'tlab urganda zo'r uradi. Tochni boradi ham, o'zingizlarga ham qulay bo'ladi. Ma'sumalak. Ikkisi ham bitta joyda o'tiribdi marazlar. Mana yutdik akalar. Bunda 5 shotgacha bo'ladi. 5 raund deydimi? 5 shotgacha bo'ladi. Undan buyog'i o'tib bo'lmaydi. Shunaqa gaplar akalar. Arojalar kuchaydi. Mana bunisi 5-uroven bo'ldi. 4 dan 5-urovenga o'tdi. Bu 1 dan 3-urovenga o'tdi akalar. Shunaqa gaplar. Keyin bunda yana mana PUBG'da 60 UC deydi-ku, eng kam valyuta. Bunda o'zi har anonda beradi eng kam valyutasini. Bunda 100 galtmi shunaqa. Hozir men bitta aroja kuchaytiryapman. Mana. Chiqishdan oldin okni bosib chiqasizlar. Uni qatdan kuchaytiradi desanglar, pastda
Oruja degan joyi bor. Aruja deb Oruja deb yozib qo'yibdi. Aruja o'sha klanni yonidagi bossanglar kuchaytirsa bo'ladi. O'sha yerdan kuchaytiradi. Shunaqa gaplar akalar. Kimgadir o'yin qiziq bo'lsa, o'tkazib o'ynashi mumkin. Boya boshda ko'rsatgan nastroykamlar qilib olsanglar, sal osonroq bo'lar o'ynash. O'sha nastroykalarga qarab o'ynaysizlar. Keyin turnir esinglardan chiqmasin. 25-fevralda 180 UC lig turniri yutganga beraman. Shunaqa gaplar. Hozir pastda ikkala kanalga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Shayx kanalga ham, Exus Bulut kanaliga ham. O'sha ikkala kanalda ham Exus Bulut kanalda mana shu Bulut Strike haqida polni videolar, shunaqa videolar chiqib keladi. Meni kanalimda ham chiqadi. Mana shu Bulut Strike, PUBG, keyin Standoff o'ynayman, Need for Speed bor, har xil o'sha o'yinlar, Car Parking nastroyka bor agar qiziqqanlar uchun. Shunaqa gaplar akalar. Sog' salomat bo'linglar. Ishinglarga omad. O'sha aytgandek turnir esdan chiqmasin, turnirga qatnashinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.